Assalomu alaykum hammaga. Bugun Xudo xohlasa Avtoman Xorazm YouTube kanalimizda Tiger V 1110 modelimiz haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu modelimiz 27,5 kubalik, hammaga ma'qul bo'lib turgan, xalq sevgan modellarning birisi bo'ladi. Gruz podъемнisi 5 tonna 600 bo'ladi. Balonlarga keladigan bo'lsak, 19,5 5 kamerli diska balon bilan jihozlangan. Turbina motor 4,2 litr объемda bo'ladi. Arkasının razmeri 570'e 220 ga 220 27,5 kuba bo'ladi. Balolar ko'rishingiz mumkin, miyaqki balonlar qo'yib qo'yilgan. Buni olib turib almashtirishlari shart emas. Bundan tashqari qulayliklari ko'p. Bu yerda shampun, qo'l yuvadiganlar necha qo'yib qo'yilgan. Arkasına keladigan bo'lsak, ochiladigan quloqlar zo'rindan qo'yilgan, zo'rindan foydalanilgan. Ishlar arxivga bo'lgan. Görüşleriniz mümkün. Svetlarni qo'yib qo'yilgan, arxivga bo'lgan, tayyor. Doğru olib turib ishga chiqib ketarasizlardan Xudo xohlasa. Yapilgandan qiynamaydi. Zo'r ochiladi, zo'r yopiladi. Keyinchalik o'zingiz qulf qo'yishingiz mumkin, lekin o'zinda zavodskoy anosan bor. Qulfi yopib qo'yadigan. Buni keladigan bo'lsak, Külüç yashik bilan jihozlangan. Uni ichamiga ancha-muncha külüch ketadi. O't o'chirgich agnoshtul korobkam qo'yilgan. Bakimiz dizelli 100 litrlik hajmga ega bo'ladi. Endi shu bilan salon qismina kirib kelamiz. Avvalo salonda hammaga qulaylik keltirib turgan sidena podushkamiz bilan jihozlangan. Chiqib tushuntiradigan bo'lsam, o'tirisham bemalol qulay sidena podushkani yoqib. Salonga keladigan bo'lsak, avvalo konditsioner, multi-rul, undan tashqari bokoylar ko'rtadi qishda. Monitordan hamma aytadi, faqat 4 taraflama kamerani foydalanish mumkinmi deb. Yo'q, avvalo monitorni bemalol YouTube ulasangizlar bo'ladi, YouTube ko'rsangizlar, telefonni Bluetooth orqali ulasangizlar bo'ladi. Hamma kontrol shofir uchun udobsi yaratilgan. Undan tashqari spalni bilan jihozlangan. Spalnini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bir odam bemalol yotadi, bu sidena ham yotadi. 2 odamlar. Ichine ko'rpa joylashib qo'ysangiz, 2 odam bemalol liniyaga chiqib ishlasa bo'ladi-da. Elektropodъемник, stiklo knopkada bo'ladi. Xudo xohlasa bu mashina uchun to'liq ma'lumotni gasingizdan undan ham zo'ratib berib olamiz. Agar hech bir ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlari, telefon urushlaringiz yoki kommentariyada nomerlaringizni qoldirsangiz, o'zimiz aloqaga chiqib to'liq ma'lumotlarni yetkazamiz Xudo xohlasa.